alaykum akalar. Xudo xolasa yana bitta obyektimizni tugatib oldik. Bitta qisqachani ko'rsatib o'tamiz. Sizlar kuzatib turinglar, men ko'rsatib boraman. Xo'p, bu obyektimizda qilingan ishlarimiz hammom montajlari bilan to'pliqlarni qilib berganmiz. Bu qilingan obyektimizda qilingan ishlar. Xo'p, dush bo'lyapti. Dushdan keyin unitaz, unitazdan keyin kir mashinamiz bo'lyapti. Kir mashinadan keyin rakivina, hammomimiz polni to'pliqlar bo'lyapti. Qilingan ishlarga bitta baho berib qo'yasizlar. Xo'p, unitazni oldi tashlab ketilgan joy sababi unitaz ankerga qatiriladi. Ankerni qatirish uchun joy tashlab ketilindi. Xo'p, bu yerda ham trapimizga joy tashlab ketganmiz. Mabodo ustakalarimiz trap uzunchoq trap qo'yib qolsa, uzunchoq trapga buzishgan to'pliqlarimizni urib qo'ymasliklari uchun. Akalar, shu joyda bitta savol kelib qoldi. Nimaga bizning xizmatlarimizdan foydalanishlaring kerak? Xudo xolasa biz qilingan ishlarni hammasiga garantiya beramiz. Umri uzoq bo'lishiga, manzara foydalanishlaringizga, hammasi 100% ishlashiga garantiya beramiz. Akalar, bizning xizmatlardan foydalanishlaringizni tavsiya qilaman. Hammalaringizga rahmat. Bizni kuzatishda davom etinglar.